Bismillahirrahmanirrahim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ankabut surasida shunday bir oyat bor. Alloh azza va jalla marhamat qilib aytadiki: "Va ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun va la'ib. Va inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun." Bu hayoti dunyo deydi Alloh. Bu hayoti dunyo lahu va la'ib, ya'ni lahu degani bekorchi narsalar, qadri qimmati bo'lmagan narsalar, la'ib o'yin kulgudan iborat deydi Alloh. La'ib degani o'yin degani jiddiy bo'lmagan, ahamiyati bo'lmagan ishlarga bu nima, bu o'yinmi deysiz-ku. Shunga o'xshagan Alloh taolo bu dunyoni shunaqa vasf qilgan ekan. Va ma hadhihi al-hayatud dunya deydi. Bu dunyo deydi shu o'yindan, lahudan, bekorchi narsalardan boshqa hech narsa emas deydi. Va orqasidan ta'kidlab aytadiki: "Va innad daral axira." Oxirat hovlisi, dar, hovli, makon, manzilga aytiladi. Va innad daral axira. Oxirat dargohi, oxirat hovlisi nima? Jannat. Lahiyal hayawan. Hayot, haqiqiy hayot ana o'shadir deydi Alloh. Law kanu ya'lamun, agar buni bilganlarida edi. Ya'ni insonlar, ya'ni koshkidiki insonlar buni bilsalar, bu hayoti dunyo bir narsaga arzimaydi. Bu hayoti dunyo hammasi bekor. Haqiqiy hayotni istagan odam o'sha haqiqiy hayotga harakat qilishligi lozim bo'ladi. Bu dunyo hayotini oxirat hayoti bilan, ya'ni jannat hayoti bilan taqqoslab bo'lmaydi. Bu dunyo mashaqqat, bu dunyo tashvish, mehnat, g'am, g'ussa, 15 yorug' bo'lsa 15 qorong'u, bugun ishlaringiz yaxshi bo'lsa ertaga yomon va hokazo. Ya'ni bu dunyo mana shunaqa dunyoda. Lekin oxirat unaqa emas ekan. Oxiratda bularning hech biri bo'lmas ekan. Ya'ni g'am, g'ussa, ko'nglingizni ranjitadigan hech bir narsa bo'lmas ekan. Balki faqat va faqat xursandchilik, faqat va faqat siz rozi bo'ladigan, maza qiladigan bir hayotni Alloh taolo va'da qilyapti. Ana endi solihlardan birlari aytadilarki, bu dunyoda bir jannat bor. U jannatga kirmagan odam oxirat jannatiga kirmaydi. Dunyoda ba'zi narsalar bor, ko'zimizni quvontiradi. Mana bunaqangi go'zal manzaralar. Ba'zi narsalar bor, cho'ntagimizni quvontiradi. Yana ba'zi narsalar bor, quloqimizni sevintiradi. Yana boshqasi boshqa degandek. Lekin Allohning zikri bilangina qalblar rohatlanadi. Allohning zikri bilangina qalblar taskin topadi. Solihlardan yana birlari aytgan ekanlarki, bu dunyoni odamlarini aksariyati bechoralar, miskinlar deb ularni holiga bir achingan holda aytgan ekanlarda. Bu dunyoga keladi, o'tib ketaveradi. Lekin bu dunyodagi eng lazzatli bo'lgan, bu dunyodagi eng go'zal bo'lgan narsadan bebahra qoladilar. U ham bo'lsa Allohning toati, Allohning zikri. Ibrohim ibn Adham va boshqa ba'zi salaflardan rivoyat qilinadiki, agarda bu podsholar, bu boylar, bu ya'ni dunyo ahllari bizlarni qanchalar bir rohat ichida, qanaqa bir maza qilib yurganimizni bilganlarida edi, bizdagi bo'lgan bu narsani olishlik uchun qo'llaridagi hamma imkoniyatlarini sarflab, kerak bo'lsa qilich kuchi bilan bo'lsa ham bizdan buni tortib olishlikka harakat qilgan bo'lar edilar degan ekanlar. Va bu bilan Allohning zikri, Allohning ilmi, Allohning toati, ibodatini qasd qilganlar. Ya'ni bu dunyodagi jannat mana bular. Allohning zikri bilan bog'liq bo'lgan amallar. Bu dunyodagi jannatga kirmagan odam oxiratdagi jannatga kirmaydi. Mana shuni qasd qilyaptilar. Dunyoda bir jannat bor. Bu jannatga kirgan
odamgina oxirat jannatini qo'lga kiritadi. Demak, oxirat jannati haqida so'z yuritar ekanmiz. Birinchi navbatda mana shu nuqtaga e'tiborimizni qaratishligini lozim topdikki, jannat mana shu dunyoni o'zidayoq, balki mana shu dunyodagina qo'lga kiritiladi. Bu dunyo o'zi, bu hayot bizga shuning uchun berildi. Mana bu hayotda biz agar to'g'ri istifoda qiladigan bo'lsak, to'g'ri yashaydigan bo'lsak, ana o'sha haqiqiy jannatga inshaalloh ega chiqadigan sohiblaridan bo'lishligimizni Alloh taolo va'da qilgan ekan. Yuqoridagi zikr qilganimiz oyati karimada va innad daral axirata lahiyal hayawan, mana shuni esdan chiqarmasligingizni tavsiya qilamanki, hayot, haqiqiy hayot oxirat hayoti. Alloh taolo hammalarimizni haqiqiy hayotda barobar bo'lishligimizni nasib aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.